Kimlar bilandir tortishamiz, konfliktda bo'lamiz. Aslini olganda, bu dunyo, bu hayot, bu yashab turgan har bir onimiz shunchalar ilohiy, shunchalar muqaddaski, hozirda oralaringizda aytishlaringiz mumkin, qanaqa ilohiy? Qanaqangi qilib ilohiylikda bo'lish mumkin? Ilohiy deyiladi, muqaddas deyiladi, lekin hech shu so'zlarni mag'zini chaqa olmayman deyishingiz mumkin. Bu bu ilohiyatlik siz qachonki nurga aylanishni boshlaganingizda ilohiy so'zini tushuna boshlaysiz. Shunchaki ilohiy ishonchda bo'lish qanaqangi sizga xotirjamlik berishini tushuna boshlaysiz. Va bu umuman o'zgacha tuyg'u. Bu umuman boshqacha tuyg'u. Shunchalar sevimli bo'la boshlaysizki, siz shunchalar qalbingizdagi nurni ko'ra boshlaysizki, siz shunchalar sevgiga aylanayotganingizni his qilasizki, bu o'zgacha jarayon, bu o'zgacha holat, bu o'zgacha bilmadim, mas'uliyat deymizmi yoki shunchaki erkinlik deymizmi?